Mana tevalarda hammasi balkon bo'ladi. Mana shu bir-biriga kirib o'tib ketadigan yerlar ekan. Tevalarga chiqamiz. Yerlarni ko'ramiz. Oğlum birinchi o yerni ko'rib kelib yoqqa o'tamiz. Zo'rmi? Kimlar yashagan o'zi bu yerda bilasanmi? Tosh hayot bo'lgan, toshli. Toshli araba, toshli uy bo'lgan filmlar bor edi. Ashlarda yashagan birinchi hayot. Qanday chiqargan? Bizgacha ketib qo'yadi bizniki. Mana. Ana eshiklarga kelyapmiz. Ana eshiklari bor ekan. Mana bu yerda ko'plarini molxona, qo'yxona qilishib yuborgan ekan. Ko'plar. Ancha ko'p uzoqqa kirmaymiz. Tez kirib ketaveramiz. Burga bir narsalar bo'lishi mumkin. Maylarda maylaqa chiqadigan yo'llar bo'lgan. Bunday yopishib olibdi. Hop, chiqamiz. Ko'p kirmaymiz, ko'p yurmaymiz. Mana tevaga chiqish. Hech qiyinroq ekan, mana chiqishimiz mumkin. Onga chiqa olamiz. Muhammad. Bu yoqqa chiqa olamiz. Bismillah. Hop. Mana. Bu yoqdan chiqa olamiz ekan. Hozir mana birinchi bor ko'rsataylik. Buni yopib boribdi. Buni yopib boribdi. Odamlar yopib borishgan buni. Buni kichkina odamlar bo'lgan shekilli. Yo'q bo'lsa, ixchamgina bo'lsin. Bu yerdan xuddi shunaqa. Samoxona, molxona qilib yopib ishlatishga haligacha shunaqa samoxona ekan. Bu yerlar o'choq qo'yadigan yerlar. O'choq qo'yadigan yerlar. Maylarga mana eshik bo'lgan, eshik davom bo'lgan. Bu yer yopishib yuborgan. Havo kirsin deb ichga tashlab qo'yibdi. Bu yoqqa yana o'ta olmaymiz. Qaytamiz endi. Yo, bismillah. Ahmet sekin çoğum. Kaç kıyım? Ke kolumda çoğum. Sekin. Ona kırgımadı oğlum. Ona kırgıma. Ayağını gel atı tutsan. Şimdi bana tomon ketemiz ha. Kaç tomon kettik hani. Kelerine maşada mı? Ulan o teşvik etsin ki. Onu gördüğümü mü Ahmet görmedik mi? Onu görmedik ki. Onu yağmur görüp böyle. Öyle bizim daha kesigen bırakayım. Abi yana mut taşnak ekan. Bir yana taşnak. Ahır qo'ygan. Somon. Mana. Odamlar keyin bu yerlarda somonxona, molxona, qo'yxona shunaqa qo'ygan ekan. Qani bu tomon ketaverib bo'lsa, o'g'lim. Qani bismillah. Sekin bo'l. Sigalam ketma. Hop, mana. O tevalar qaranglar. Bu yerga chiqa olmaymiz. Sevalardan o yerdan chiqsa men chashi. Ashira olib chiqadi bu yerga. Bunda qilib ona ichkaridan kelib. Oradan nima aytyapti? O qaranglar, shunaqa tekis devor bo'ladi. Mana shu, ona tevaga qayerdan chiqqan? Qayerdan bu ayni? Ona tevada ham bor. Demakki, ashu bir yerlarda xonadan xonaga o'tib ketiladi. Mana qaranglar mana. O teva. Ona tevalarda hammasi balkon bo'ladi. Mana shu bir-biriga kirib o'tib ketadigan yerlar ekan. Hozir mendan kelib bolalar chaqirdilar. Mana bir-biriga kirib o'tib ketadigan yerlar. Qadim baxta aka. Kechi, bu tomonga chiq. Bismillah. Hoppa. Qo'ling ber. Qo'ling ber. Bismillah. O. Mana. Bir-biridan o'tib ketaverar ekan. O yoqqa ketishga lozim bo'lamiz. Maladan bir qop olamiz videoga. Oho. Mana degan bu yerlar. Mana bor ekan, qani. Mana chuqur ekan. Mana chuqur ekan. Berchi. Yurana. Mana bu tomonchi. Oho. Maydaqa. Bola, saqich men tushunmadim nimaligini. Ama ichidagi havo vashi zo'r.
Muzdek havo bor ekan. Ha, mana balkon. Ko'ring. Mashadan o'tib ketamiz shekilli. Mana. Adam yo'q. Yerdan o'tar ekan. Yerdan o'tar ekan. Mayar endi. Kemaga qarshi ketar ekan. Assalomu alaykum. Nima bor ekan bu yerda? Ha. Azizlar, ko'ryapsizlarmi? Sizlar uchun mashinalargacha chiqdik. Bitta klassov bosib olsalar bo'ldi. Mana shunaqa yerlarda ko'rib, yaxshi ko'rib, kelgisi keladigan mashinalarga jo'natib yuboringlar. Mana qiziqadigan mashinalarga. Bu yoqqa ham bir ko'rishib bermaydi ekan. Qani? Ha, bu yoqqa ham kirib ketar ekan. Yur o'g'lim. Sekin kel. O. Ana qo'shib o'tib ketavergan. Yo bu qo'shib bo'lgan. Yo o'zlariniki bo'lgan bitta odami. Ha, bir-biriga o'tib ketavergan. Bu yoqlarga o'tolmaymiz ekan. Bu yoqlar qiyiroq ekan. O, yo'llarda ham bor ekan. Endi shunaqa ekanda. Ketdik. Zo'r ekan o'g'lim. Ha, mana yerlarda ham bor ekan, qara. Yoqlarda ham bor ekan, ke. O'g'lim. O'g'lim ke. Oho. Ular qabila yashashgan. Qabila yashashgan. No. Chuqurgina yer ekan, nima ekan bilmayman. Endi hamma yerga ham tushirmaymiz. Mana, mana xonasi juda katta ekan. Bu xona juda katta ekan. Ha, endi uni qo'yib bir narsalar boqqan sasigan to'g'ri. Yuraverchi. Endi nima bor ekan? Endi yo'q ekan. Mana tevalarni pastdan ko'ramiz. Mana yuraverchi. Mana. Ehtiyot bo'lish. Kelasan madam chamiz. Mana, oho. Mana shahar, mana shahar, mana uylar. Mana. Ana. Yerlarga o'ydan chiqadi shekilli. Chiqamizmi? Ketdi muxlislar. Muxlislar ham ko'rgisi kelyapti ashyalar. Menimcha mana shu yerdan chiqqan. Yo'q, bu menimcha tushib ketgan. Yana tushib ketgan. Bu ham adilni boshqa xona bo'lgan ekan. Adilni. Bela hammasi xona. Taxtchalar. Hamma yo'q bo'lgan ekan. Qani. Bu yerda nima bor? Bundaroq nima bor ekan qani? Ha, bu tugamas ekan u. Biz uchun keldik. Biz uchun like bosinglar. Like bosib qo'yinglar mana shu bola uchun. Dada. Nima bor ekan? Orada tuchanning orada kerakli bir şey vardı. Buyutmidi. Ha, katta. Nima bor edi? Ko'rib qoldi o'g'il. Hop, edan bor ekan. Unga ham borib kelamizmi o'g'lim? Bo'lganga esa bo'lsin, ha? Shunga ham borib kelaylikmi u yerga? Ha? Yo charchadingmi? Qabul yuraverchi bo'lmasa shu yerga. Ana shu yerga ham bir borib kelamiz. Qani? Ana shu yerga borganda olam jannatda. Bu yoqqa ham keldik mana. Hoppa. Mana hali hech kim kelmagan yerlarga keldik. Hattoki mesnilar ham bilmadi ekan. Mana bu yerlar qayerda desa, bilmaymiz deyapti. Mesni kelmagan boshqasi keladi. Bitta o'zimiz keldik mana. O'zbek bo'lib bitta o'zimiz keldik. O'zbek bo'lib bitta o'zimiz keldik. Yorug'da qaraylar. Xullas buni bittadan qilib olib kelib qo'yib qo'ygan dedi, bir-birini usti-ustiga qaraylar. Ha? Ha. Usti-ustiga qo'yib qo'ygan dedi, mana olib kelib qilib qo'yib qo'ygan dedi. Ha. Bu yerlarga ham chiqaylikchi. Shunday yashashganda, shu yerlarda yashashgan. Hop, nima uchun yashashgan? Chunki pastda suv bor. Mana. Suv bor yerda hayot bor deb bekaga aytmagan. Endi qaranglar. Bitta shu yerdami desanglar yo'q. O, yerlarda ham bor. Mana. Mana ko'ryapsizlar mana. Mana uylar. Hamma yo'da bor. Bitta bu yer emas, ko'p bunaqadan. Qani qaytdi o'g'lim endi. Muxlislar bitta klass bosib yuborasizlar. Bu videolar davomi bor. Biz davomi Kapadokiyada ham bor bunaqa shaharlar. Bundan boshqacharoq, bundan yana ham go'zalroq.
Bu yerlarda ham nima qilamiz, videoga olamiz. Sizlar faqat bizni podдержка qilib, klass bosib tursanglar bo'ldi. Ha o'g'lim. Ikkovimizga bir klass bosib olsa, ana o'tog'illarga. Ha. Mana tevalarga qaranglar. Ha, endi bularni qanaqa qilib chiqib qilgan, qanaqa qilgan endi uni qorong'i bilmaymiz. Biz bilganimiz boshqa nimamiz yo'q. Yani masalan, o yo'lga tushib ketdi, mashina ketaveramiz, u yoqqa boramiz. Mana siz uchun aylandik. Ha. Bitta like bosinglar ketdimiz. Ha, mana shu bola uchun bitta like bosib yuboringlar. O'zbekchani ham o'rganyapti. O'zi o'zbek. O'zi o'zbek. Haqiqiy. Ha, sekin. Qale bo'ldi shu shuni o'g'lim? Zo'r. Zo'rmi? Ha. Ha? Bu yerda Ha. yashashda ham qiyin bo'ladi ekan-da. Ha, qiyin bo'ladi-da. Hayot ama oldingilarga qiyin bo'lmagan. Oldingilarga oson bo'lgan. Sendan bizga qiyin bo'ladi. Nimaga? Biz boshqacha uch hayotlarga o'rganib qo'yganmiz. Oldingilar mana shu hayotga o'rgangan. Ularda endi komfort degan narsa bo'lmagan. Ularga shu yomg'irdan saqlanish, sovuqdan saqlanish, shamoldan saqlanish maqsadida bu uylarni qurishgan. Shuning bo'lmasa ko'chada yotib bo'lsa bo'ladi. Maqsadi shu bo'lgan. Yoqdimi senga o'g'lim? Yo'q, Zo'r ekan, ha? Ayollaringga cho'g'ma tikanlar bor ekan. Shorti kiyib olgansan sancha. O'g'lon ham qara zo'rligini. Mana qara. Ha. Mashinalarga chiqdik-a. Mana bu endi dahshat ekan. Ana. Melarga qanaqa qilib chiqib uylarni qurishgan. Endi biz bu yerlarga chiqa olmadik. Yana shu bir-biriga chiqadigan yo'llar bo'lgan o'zi. Mana bu tushib ketgan yerlar ko'ryapsizlarmi? Mana tushib ketganda bu o'zichi aslida uni mana yerlar to'ldirib bo'lgan, to'ldirilgan yerlarning ichidan kirish chiqishlar bo'lgan. Bu yer o'sha yomg'irda, nimalarda shular ko'chib tushib ketganligi uchun bu yerga chiqish nimalari uzilib qolgandi, o'sha. Uzilib qolgan. Bo'ldi, shu mana shunda qolib ketgan bu yerga. Endi bu yerlarga qushlar in qilib yashayotgan bo'lsa kerak. Pastdagilarga o'sha nima? desanglar yozinglar bizga. Ha. Ko'rdinglarmi? Shunaqa emas bo'lsa yozinglar. Biladiganlar yozsin deyapti, ha Muhammad. Biladiganlar yozsalar nimaga unaqa u yerga chiqa olmayapmiz? Ha? Plyonka shotib bo'lganmi deb. Ipli shotib bo'lgandi o'rda, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Ha. Bu endi toshmas ekan. Pressovni shag'ali, mana shag'aliga qarang mana. Mana shu material mana pressovni. Pressovni-da bu. Buni mana bir nimalar bilan ursa osonda nima bo'lib ketadi? Toshga o'xshab qattiq emas ama. Ana shuning uchun ham tushib ketgan bo'lishi mumkin. Bu tosh hayot. Toshdan bo'lgan zamon deymizmi? Toshdan bo'lgan hayot deymizmi? Zamon deymizmi? Sizlar nima at qo'ysalar qo'yinglar. To'g'ri at qo'yganlarga nima deymiz? Malades deymiz. To'g'ri topinglar, to'g'ri at qo'yinglar. Mana. Bu nima bo'lishi? Nima hayot bu? Kim nima deydi? Bu yerlarga kimlar yashagan? Selima degan rayon, shahar, Selima degan shahar. Yozinglar internetga. Biz endi yozmadik, etmadik, qaramadik.